17 ratushani urishda ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib xranitelni yerli qilib tashlab olamiz lushnitsiyaning ustiga va farishta chant tashlaymiz 3 ta. Bitta shar tashlab воздушный bombalarni ketkazib olamiz. Воздушный yo'q qilib olib, xranetel ustiga bosib, bombani portlatamiz do'stlar. Va pastga olib kelamiz. Bo'ldi, уже xranetel tugataveradi. Xo'p, mana bu yerda arbaletni urishimiz kerak. Arbaletni urish uchun birinchi bombochkani yo'q qilib, ustiga 4 ta super sharni tashlaymiz va aravani tashlab qo'yamiz. Arava o'sha urib tekislaydi. Sal teparoqda golem tashlab, koroleva bilan farishta chant tashlaymiz va yo'lni ochish uchun bombochka bilan tashlaymiz. E'tibor beramiz, klandan odam kelyapti. Mana klandan odam kelgan paytda klan ustiga bitta, hamda korolevaning yoniga bitta zahar tashlaymiz va o'sha yerdagi korol o'lgandan keyin, ya'ni mana shu dushmanni korol o'lgandan keyin korolevani olib qo'yishimiz kerak zaxiraga. Mana olib qo'ydik. Endi chempionni bashniya kaldonni oldidan tashab ustidan bosib qo'yamiz. Mana bu yerdan burchakdan birinchi valkerani tashab, keyin gigant pushka oldidan muz golem korolni tashlaymiz va mana shu yerdan devorni buzib kiramizda korolevani tashlaymiz. Ikkalasi o'rtaga, ya'ni ratushaga qarab yorib kiradi. Ungacha mana chempionimiz ham ratushaga qarab yuryapti. Bizda 6 ta super shar qolgandi, o'shani ratushaga qarab qo'yib yuboramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Endi mana bu chekkasini tozalash uchun minion, lushnitsiya va kaldunlarni ishga solamiz. Asta-sekin o'zi markazga qarab yo'nalib 100% ga urishga harakat qiladi agar vaqtimiz yetsa. Mana ko'ramiz. Kanalimiz yangi. Mana shu kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Har safar yangi video qo'yganda sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi do'stlar. Podpishkada bo'lib turinglar. Kanalimiz rivoji uchun Clash yangiliklari va yangi atakalar mana shu kanalda qo'yib boramiz nasib bo'lsa. Hammaga omad. Kanaldan uzoqlashmanglar, bizani kuzatishda davom etinglar.